TBC bankining Osmon kart kredit kartasidan foydalanish haqida bir nechta tavsiyalarni aytib ketaman. Agar bularga ozgina e'tibor berib qo'ysangiz, bu karta sizga faqatgina qulaylik yaratadi. Kartadan foydalanishda faqatgina pul juda ham zarur bo'lgan holatlarda ishlating. Misol uchun ishdan chiqdingiz, uyingizga mayda juda olmoqchisiz, lekin yoningizda pulingiz yo'q yoki oyligingiz hali tushgan yo'q. Shunaqa paytda Osmon kartini olasiz, korzinkaga kirasiz, o'zingizga kerakli xohlagan narsani olasiz, to'lovni qilasiz. Bir haftadan keyin oyligingiz tushadi, yana pulni qaytarib qo'ysangiz bo'ldi. Xuddi shunaqa qilib 55 kungacha qaytarib qo'yursangiz, sizdan hech qanday foiz olinmaydi. Xuddi sizga kimdir qarz bergan bo'ladi, siz ishlatasiz, yana pul tushgandan keyin qaytarib qo'yasiz. Xuddi shunaqa ketma-ketlikda imtiyozli davrni saqlagan holatda ishlatsangiz, siz hech qachon bankka foiz to'lamaysiz. Bu juda ham yaxshi imkoniyat, lekin ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermayapti. 55 kundan oshib ketib qolyapti. Keyin ozgina foiz yozsa, yana insonlarda Osmon kart haqida noto'g'ri tushunchalar paydo bo'lyapti. Keyin hozirgi jamiyatimizda o'zi naqd pulga ehtiyoj yo'q bo'lgan paytda iloji boricha naqd pul yechmang bu kartadan, chunki naqd pul yechadigan bo'lsangiz, sizdan komissiya ushlab qolinadi. O'zi xohlagan joyingizga kirsangiz, qayerda to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, nima qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol karta bilan to'lasangiz bo'ladi. Umuman olganda, bu unaqa katta muammo emas, lekin e'tibor berib qo'ying. Naqd pul yechadigan bo'lsangiz, bu kartadan emas, boshqa o'zingizni doimiy ishlatib yuradigan boshqa kartalaringizdan yechsangiz, bu maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Ya'ni sizga qulayroq bo'ladi.